Bismillahirrohmanirrohim. Musulmon hayotida Alloh taolo zikrining ta'siri. Qur'onda Alloh taoloning zikri haqida ikki xil rivoyat kelgan. Ko'pincha ayrim do'stlarimiz ushbu ikki rivoyatni bir-biriga qarama-qarshi deb o'ylaydilar. Ba'zida ular bu haqida muammo ham keltirib chiqaradilar. Alloh azza va jallaning kitobida ushbu so'zlarni o'qiymiz. U zot aytadi: Iymon keltirganlar va Allohning zikri ila qalblari orom topganlar. Ayo Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi? Ra'd surasining 28-oyati. Demak, Allohning zikri qalbga orom va xotirjamlik beradi. Lekin Alloh taolo yana boshqa bir oyatda aytadi: Albatta, Alloh zikr qilinsa, qalblari titraguvchilargina mu'minlardir. Anfal surasining 2-oyati. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Allohning kitobida kelgan birinchi oyatda zikr qalbga orom va xotirjamlik kiritishligi haqida aytildi. Keyingi oyatda esa zikr qalblarga qo'rquv va xavotir solishi aytilmoqda. Bu yerda o'zaro qarama-qarshilik bormi? Yo'q, albatta. Bu inson o'z nafsini Alloh subhanahu va taoloning zikri bilan ushlab turishida namoyon bo'ladigan islomiy tarbiyaning ishidir. Sizning Allohni zikr qilishingiz yo'li haqida keyinroq to'xtalamiz. Uning ayrim jihatlarini kecha ham aytib o'tgan edik. Allohning zikri sizni xotirjam qiladi. Buning ma'nosi shuki, siz rizqingizni deb xavotir va tashvishga tushmaysiz. Bori azza va jalla sizning qalbingizga xotirjamlik soladi. Ha, shunday. Alloh Qur'onda aytgan: "Ahlingni namozga amr et va o'zing unga sabr qil. Biz sendan rizq so'ramasmiz, biz senga rizq berurmiz. Oqibat taqvonikidir." Taho surasining 132-oyati. Lekin men bu narsani qachon tushunib yetaman? Qachonki Allohning zikrini ko'paytirsam. Alloh taoloni zikr qilishim mening Allohga bo'lgan muroqabamni, unga bo'lgan muhabbatimni uyg'otadi. Ana shunda men Bori azza va jalla mening rizqimga kafolat berganini anglab yetaman. Alloh taoloni zikr qilishingiz sizni xotirjam qiladi. Kelajakdagi hayotingizda, oilangizdagilar bilan bo'ladigan munosabatlaringizda va boshqa bilan bo'ladigan aloqalaringizda odamlar bilan o'rtangizda husumat paydo bo'lsa, ular sizga yomonlik qilsa yoki tahdid qilsa, siz bularning hech biriga parvo qilmaysiz. Nima uchun? Chunki sizni Allohning zikr bilan mashg'ul bo'lishingiz bu narsalarga nisbatan sizda xotirjamlikni paydo qiladi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Sen bizga Alloh yozib qo'ygan narsadan o'zgasi zinhor yetmaydi. U bizning hojamizdir" deb ayt degan. Tavba surasining 50-oyati. Tushundingizmi? Misol uchun, odamlar orasidan Zayd ismli bir kishi o'zining ishxonasida yoki uchrashuvlarida uni yoqtirmaydigan odamlar borligini va ular unga yomonlik qilishmoqchi bo'layotganlarini sezsa, agar o'sha Zayd ismli odam Allohning zikrini o'ziga odat qilib olgan kishilardan bo'lsa, ko'ngli to'q, xotirjam holda yotadi, dam oladi. Uning qalbida biror tashvish va xavotir harakat qilmaydi. Bu unga qayerdan paydo bo'ldi? Alloh taoloning zikr qilishi tufayli yuzaga keldi. Demak, Alloh taoloning iymon keltirganlar va Allohning zikri ila qalblari orom topganlar. Ayo Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi degan so'zidagi qalblarning orom topishi dunyoyingizga nisbatan, hayotingizga nisbatan, boshqalar bilan bo'ladigan munosabatingizga nisbatan orom topishidir. Undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zotga qasamki, bu haqiqatdir. Lekin insonning Allohni zikr qilishi haqiqiy ma'nodagi zikr bo'lishi kerak. Biz kishilarda doim bunday bo'ladi deb o'ylamaymiz. Lekin ayrimlar qo'liga tasbihni olib, tilida nimalarnidir aytadi. Balki u astag'firulloh yoki subhanalloh kalimasini aytayotgandir, lekin uning fikri tarqoq bo'ladi. Qo'lida esa tasbih. Hali u bilan gaplashadi, hali bunga bir narsa deydi. Shuni zikr deb bo'ladimi? Bu zikrga taqlid qilishdir. Allohni zikr qilish ichingda eslashingdir.
Alloh Qur'onda aytgan: Robbingni ertayu kech ichingda tazarru ila qo'rqib, ovoz chiqarib gapirmay zikr qil. A'rof surasining 205-oyati. Qalb tilni harakatlantiradi. Bu yerda harakatlanayotgan til bilan Allohning zikri orqali tiriladigan qalb orasida o'zaro birlashish bo'lishi lozim. Biz ana shu zikr haqida gaplashmoqdamiz. Agar siz o'zingizga ushbu davoni, ya'ni Allohning zikrini olgan bo'lsangiz, hayotingizdagi dunyoviy sabablar qanday bo'lishidan qat'iy nazar qalbingizga xavotir va tashvishni kirita olmaydi. Chunki siz o'zingizni yaratuvchingiz va Mavloyingizga taslim qilgansiz. Siz o'zingiz Allohning kitobini doim o'qiysiz. U aytadi: Alloh sizlardan iymon keltirib, solih amallarni qilganlarga ularni yer yuzida xuddi ulardan oldin o'tganlarni xalifa qilganidek xalifa qilishni, ular uchun o'zi rozi bo'lgan dinni mustahkamlashni va ularning xavf-xatarlaridan so'ng omonlikni badal qilib berishni va'da qildi, deydi An-Nur surasining 55-oyatida. Erkak va ayol kim mu'min holida yaxshi amal qilsa, biz unga yaxshi hayot kechirtiramiz va albatta ularni qilib yurgan amallarining eng go'zaliga beriladigan ajr ila mukofotlarimiz, deydi Nahl surasining 97-oyatida. Mu'min musulmon odam Allohning kalomiga shubha qilishi mumkinmi? Agar shubha qiladigan bo'lsa, Allohni zikr qiluvchi sanalmaydi. Uning iymoni ham taqlidiydir. Alloh taolo aytadi: Allohning zikri ila qalblar orom topganlar. Allohning zikri ila qalblari orom topganlar deganida ana shu ma'noni nazarda tutgan. Lekin Bori azza va jalla bu so'zni aytgandan keyin mana bu so'zni ham aytgan. Albatta Alloh zikr qilinsa, qalblari titraguvchilargina mu'minlardir. من أولئك الذين اشتد عليهم الحساب وحاسبهم على النقير والقطمير ما تعرف. Qalbning titrashi tashvish va xavotirdir. Allohni zikr qilayotganingizda qalb o'zingiz boradigan qismatingizdan qo'rqib titraydi. Ertaga qiyomat kuni qanday tirilaman? Alloh taoloning oldidagi hisobim qanday bo'ladi? Men Alloh taolo rahim qilib gunohlarimni kechib yuborgan kishilardan bo'lamanmi? Yoki savol javoblari og'ir bo'lgan, hech narsaga arzimas va qadrsiz bo'lgan xurmo danaga ustidagi yupqa postloqgacha so'roq savol qilinadigan kishilardan bo'lamanmi? Qalbingiz ana shu narsalardan qo'rqib titraydi. Inson Bori azza va jalla o'z kitobida aytganidek, uning makridan amonda bo'la olmaydi. U to'g'ri yurishi, farzlarini o'z o'rnida bajarishi va taqiqlangan ishlardan saqlanishi mumkin. Siz ham hozir ana shu holatdasiz. Lekin ertaga nima bo'lasiz bilmaysiz. Qancha to'g'ri yurgan kishilar yomonlikka undovchi nafs changaliga bo'ysunib yo'ldan adashib ketganlar. Qancha yo'ldan adashib toyilgan kishilarni umrlarining oxirlarida Alloh tanlab olib o'zi sevgan kishilar qatoriga qo'shib qo'ygan. Sizni xotirjam bo'lishga kuchingiz yetmaydi. Bandaning o'z Robbisi azza va jallani zikr qilishi uning nafsida tashqaridan qaraganda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan holatni paydo qilayotgan bo'lsa-da, lekin ular bir-birini to'ldiruvchidir. Alloh taoloning zikri sizni hayotdagi dunyoviy maishatlaringizda ham xotirjam qiladi. Alloh azza va jalla qaysi bir insonga Allohni zikr qilishingiz kabi biror vosita sababli ofiyat, salomatlik ne'matini bergan bo'lsa, xavotirga o'rin qoladimi? Kun ma'alloh, kan Alloh ma'ak. Summa qul lan yusibana illa ma kataballohu lana. Falonchi senga yomon ko'z bilan qaradi. Pistonchi seni tijoratingga, dehqonchiligingga yoki ish o'rningga ko'z olaytirmoqda desa, agar sen doimiy ravishda Alloh taoloning zikrini qiladigan kishilardan bo'lsang, seni har qanday holatda bu so'zlarga e'tibor berishing mumkin emas. Chunki sen Alloh subhanahu va taolo bilan birgasan. Alloh bilan birga bo'lsang, unga yetishasan. Keyin sen bizga Alloh yozib qo'ygan narsadan o'zgasi zinhor yetmaydi, u bizning hojamizdir deb aytgin.
في واحد حتى الرسل ما المصطفى كان يقول إنه لا يغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب ما في واحد منا مقصر. أنت seni Alloh taoloni zikr qilishing bir vaqtning o'zida senda o'zing boradigan qismatdan qo'rqish holatini paydo qiladi. Alhamdulillah, men o'zimni har kuni nazorat qilib boraman. To'g'ri yuraman, xato va gunoh qilmaslikka harakat qilaman. Lekin ey aziz do'stim, Allohning bandalari orasida biror kishi men Allohning oldida birorta kamchilikka yo'l qo'ymaganman deya oladimi? Hatto anbiyo va rasullar ham bunday demaganlar. Mustafa sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? U kishi aytdilarki, mening qalbim ham zikrdan to'xtab to'silib turadi. Albatta men ham har kuni Alloh taologa 100 marta istig'for aytaman. Siz erishgan tavfiqga o'zingizni qo'l mehnatingiz bilan yetishdingizmi yoki peshona teringiz bilan topdingizmi? Bu Allohning yordami bilan bo'ldi-ku. Bunga kimni fazli marhamati bilan erishdingiz? Allohning fazli marhamati bilan erishdingiz. Siz doim qarzdorsiz. Siz doim kamchilikka yo'l qo'yasiz. Siz hech qachon men qilishim lozim bo'lgan barcha ishni bajardim deya olmaysiz. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihati esa bizlarning hech birimiz ma'sum emasmiz. Bunda Alloh taoloning yorqin hikmati bor. Ba'zida insonga o'zining nafsi g'olib keladi. Ba'zilarimiz namoz o'qiyotgan vaqtida uning fikri boshqa narsalarga, ya'ni mol va dunyoga yoki birlari bilan bo'ladigan muomalalarga, kelajakda bo'ladigan ishlarga chalg'iydi. Holbuki u Alloh taoloning oldida turibdi. Alloh taoloni tanigan odam o'zining qilayotgan ushbu ishidan erib yo'q bo'lib ketish kerak. Bizning hech birimiz Allohning oldida kamchilikka yo'l qo'ygan emasman deyishga kuchi yetmaydi. Sen oqibating qanday bo'lishini bilmaysan. Demak shunday ekan, Alloh taoloni zikr qilishning tarbiyaviy vazifasi ajoyib va go'zaldir. Birinchidan, Allohning zikri sizning qalbingizda Allohning muhabbatini uyg'otadi. Allohning muhabbati esa uning zikrini ko'paytirishingizni ziyoda etadi. Bu ikkisi o'rtasida o'zaro birlashish bor. Ikkinchidan, Allohning zikri sizga xotirjamlik va orom baxsh etadi. Ayo, Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi? وانه والله صار على الجنط وصار برا، لا لا لا، عايش كعسمت، لكن الحلم الذي كان يداعبه لم يعد. الليل ما بيناموا والسكر بيطلع معه بيزداد وبيصير بقى